Mına mektep üstü flakta almashtırıp koyuptur. Mına biz flakta mantık kuydurup durmayız. Flakta жерге өрттөдү. Az күйгөндөрү билинет азыр. Мына адам сүрөткө тартып, видеого тартып атат. Мына ортодо адам турат. Кызга окшойт. Бети көрүндүбү? Жоқ, беті көрінген жоқ. Қолында жаңағы ақ не көрінді, флагча. Мұнан көтеріп отырды да, кейін мен мындай қылыпты. Ал экен. Bu yerde men birinchi tepaga chiqdim. Pastdan Nursulga jelak oldik. Asıl jelakni? Bu yerda Nursul jelakni. Bu yerda. Qanday ilindi? Bu birinchi chiqdi, ortidan men chiqdim. Aha. Oğlum gizli çevir. Ece yüzüne giriniz. Alıyor turlar. Ulan. Buni yerga oyog'imizni qo'yib, eng uchiga chiqdim. Respublikasi jelagi qaysi yerda o'tdingiz? Mushul yerda. Kim o'tdi? Men. Kim o'qib kelgan? Sheringiz Musul o'qib kelgan. Men 2005-yil 26-martda tug'ilganman. Jelakni ilish o'zi qish mezgilidan beri o'ylab yuraman. Hizbutlar o'sha chet davlatlarda miting qilishganda shu bayroqlarni ko'tarib chiqishadi. O'shundan ko'ra men o'sha fikrni oldim. Chunki uni shu Nursul degan qiz bilan tikdik. Nursul kim senin o'quvching bu? O'quvchim. Ha. 30-may kuni tunda soat 2da chiqdik. O'sha Shamshiyev maktabina Atabekovga, ayol hukumatga, ya'ni antennaga yildik. Keyin al o'zi aqcha to'plab materiallarni oldi, tayyorladi, o'zi yozib boshladi, menga o'sha joyni bildirdi. Qirg'iz maktabga Shamshiyev maktabine borib birinchi, menga sen qirg'iz maktabga chiqasan, men o'zbek maktabga chiqaman dedi. Chiqib, bayroqni olib, o'rnina berki bayroqni yildik. Работает. Ne oldu? Ne? Hey, çat. Çat. Çat.